Dodge liba Dodge yoki Challenger. Valla. Qancha deb o'ylaysizlar? Shuni Cobaltni puliga olgan. Negasi Vladimir bilan gaplashdim. Cobalt puliga olgan, 2 krug yurgan bo'lgan. Еще Dodge ekan, Dodge firmasi amerikanskiy. Еще $5000, $15000 tushgan mashin. Mana Moskva. Qanaqa mashinlarni minish mumkin? Diskani qarang, diskani. No 2 krug yurgan to'g'ri, lekin bu sportivniy mashina ekan. Вот, ichi ham DND robot menimcha. 607 motormi shunaqa dedi. Lekin vituxasiga lekin просто kayf qildim-la. Amerikanskiy. $15000 Moskvada 2 krug yurgan. Meni yuribdi shofercha. Haqiqatan ham chiroyli. Diski ham 18 bunimi. Dodge bu, Mustang emas. O, arkasiga ikkita unaqasi bor ekan, silindrchasi. Tak shu Moskvada $17000 ga Gentra oladi-ku odamlar. Mana $17000 ga qanaqa mashinani minib yuribdi. Minib yuribdi, maza qilib yuribdi. Propan qo'ygan ekan. 70 talikmi, 65 talikmi? Propanni bera Moskvaga litri 24 rubl bo'lsa, bizani o'zbek pul bilan 3000 so'm ekanda. Propan. Suv tekin hamma narsa. Так что chiroyli yashash bilishimiz kerak. Har bir sentimizni o'ylab ishlatishimiz kerak. To'g'ri, sizlar aytishlaringiz mumkin. Pachka Cobaltga teng kelmaydi. Haqiqatan ham no pachka. No hozir 2026-yil MCMlar chiqibdi-yu. Endi men ularni bilmadim. Hali testdan o'tsin u. Momo qilmaydimi? Bilmadim. MCM Cobalt haqida hech nima deyolmayman. Hatta ko'p kishi yaxshi deyapti. Endi MCM Cobaltga nima qilishgan? O'sha Onyx zapchastlarini qo'ygan. Onyx miyasini qo'ygan. Bilmadim, 1.5 motor bilan turbon miyasi o'qiydimi yo'qmi?